tomchilatib sug'orish tizimlari uchun mo'ljallangan hovuz tindirgichlarda quyosh nuri, issiq harorat va oziq moddalarning ko'pligi ta'sirida gullash hodisasi ro'y beradi. Ya'ni suvda ko'k yashil bir hujayrali suv o'tlari paydo bo'ladi. Bir hujayrali ko'k yashil suv o'tlari tez rivojlanib, tezda nobud bo'ladi va undan keyin yirik suv o'tlari, ya'ni ixtimon suv o'tlari va undan keyin yirik suv o'tlari hovuzda yuzaga kelishi mumkin. Ana shu hodisani bartaraf qilinmagan taqdirda mana shu suv o'tlari nobud bo'lib, keyin hovuzdan nasos yordamida suv tortilishi natijasida hovuzdan suv o'tlari ham suvga qo'shilib nasosga tortilib borib, tomchilatib sug'orish tizimini quvurlari orqali harakatlanib, uni tomizgichlarga borib tiqilishi mumkin. Yo'lda filtrga ham tiqilishi mumkin. Qisqasi, yetishtirilayotgan ekin bir xil suv ola olmaydi. Sababi suv bir xil yetkazib berilmaydi. Demakki, bir xil suv yetkazib berilmagan, bir xil suv ola olmagan ekin yaxshi hosil bermaydi. Oqibatda tizimdan foydalanish samaradorligi va o'sha ekin parvarishidan qilingan mehnat samaradorligi o'ta pasayib ketadi.